İdiqut Uyghur xanlığının qurilishi. Xuddi yuqorida bayon qilgandek, milodiy 840-yili Urxun Uyg'ur xonligi ag'dirilgandan keyin Urxun Uyg'urlarining g'o'l bir tarmoqi O'töken tog'laridan o'tib, Jung'ariya o'ymonligining atrofida yashaydigan Basmil qabilasi tarafiga keldi. Ular bu joyda uzoq yillardan buyon Tubut Oqsuyaklarining hukmronligida yashab kelgan tarqoq Basmil qabillarini birlashtirib, Tubutlarga qarshi urush boshladi. Milodiy 866-yili Buqa Tekin Uyg'ur va Basmil qabillariga yetakchilik qilib, Tubutlarning ilkidagi Beshbaliq, Rumcha, Qo'chu shaharlarini besib olib, bu joyda yeni bir Uyg'ur xonligini tikladi. Tubut Oqsuyaklarining bu joydagi oliy hukmroni Shankungraning kallasini kesib, Tang sulolasiga topshirib berdi. Ham o'zini Basmillarning an'anasi bo'yicha Idiqut deb atadi. Shuning uchun bu xonlik tarixda Idiqut Uyg'ur xonligi deb atildi. Xitoy tarix materiallarida İdiqut Uyg'urlari, Shiju Uyg'urlari, Qo'chu Uyg'urlari, ba'zida Anshi Uyg'urlari degan nomlar bilan atildi. Arab va Farscha tarix materiallarda bo'lsa Tag'azg'az, To'qqizo'g'iz degan nomlar bilan tilga ilindi. Bu xonlikning poytaxti ikki joyda bo'lib, buning birisi Qaraxo'ja shahri, yana birisi Beshbaliq shahri edi. İdiqut Uyg'ur xonligining doirasi sharqda Barko'l, shimolda Jo'ng'ar o'ymonligining janubi, g'arbda Qori shahrining g'arbi, janubda Quruqtog' qatorliq joylarni o'z ichiga oladi. Lekin milodiy 9-asrning oxirida uning zimini g'arbda hozirgi Quchaning g'arbiga, sharqda Ganju Uyg'ur xonligining Shaju rayoni doirasiga so'zilgan edi. Lekin İdiqut Uyg'ur xonligining bu chog'dagi va uningdan keyingi ahvoli Buqa Tekindan keyin kimning xonlik taxtiga chiqqanligi haqida hech qanday aniq ma'lumot yo'q. Faqat milodiy 1127-yili Qeri Qag'an nomli bir odamning xon bo'lganligi ma'lum. Demak, Buqa Tekin milodiy 866-yili taxtga chiqqandan boshlab ta Qeri Qag'an tilga ilinganga qadar bo'lgan oraliqdagi qag'onlarning ahvoli texi hozircha ma'lum emas. Milodiy 932-yili g'arbga ko'chgan Uyg'urlarning yana bir tarixi Qashqa shahrida zo'r Qaraxoniylar sulolasini tikladi. Milodiy 10-asrning 50-yillarining dastlabki chog'larida Qaraxoniylar sulolasi İdiqut Uyg'ur xonligiga og'ir xavf soldi. Uning tunji xaqoni Sultan Sutuq Bug'roxon O'rta Osiyo Samanilar avlodi Olib Tekin binni Abu Nasir Samani qo'mondonligida zo'r qo'shin avatib, İdiqut Uyg'ur xonligiga qarshi urush boshlagan. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Sultan Sutuq Bug'roxon İdiqut Uyg'ur xonligiga qarashliq Qucha, Ko'rla qatorliq joylarni besib olib, o'z ta'sir doirasini Kingitning g'arbigacha kengaytgan. Lekin İdiqut Uyg'ur xonligi nihoyat zo'r kuch bilan qarshi turib, Qaraxonlar qo'shinini Qora shahardan sharqqa o'tkazmagan. Milodiy 955-yili Sultan Sutuq Bug'roxon vafot bo'lib, o'rniga cho'ng o'g'li Musa Bug'roxon taxtga chiqqandan keyin davomli kengayimchilik urushlarini elib berib, Olib Tekinning qo'mondonligida nihoyat zo'r qo'shin avatib, İdiqut Uyg'ur xonligiga qarshi jang qildi. Milodiy 961-yili hozirgi Urumchi atrofida shiddatli jang bo'lib, Abu Fatta jangda o'ldi. Shundaqdimi
İdiqut Uyghur xanlığı Qaraxanlılarga xiraj töleş ve onun hamilikini qabul qilish şartı bilan bo'ysundi. Qaraxanlar sulalisi bo'lsa, İdiqut Uyghur xanlığının davlat tashkiloti, siyosiy tuzumlari, diniy e'tiqodi, yashash shakli ve örf odatlariga qilcha qo'l tekkizmay, ularning to'xtam bo'yicha topshirdigan boj siyliqlariga qanoatlendi. Qaraxanlılar sulalisining İdiqut Uyghur xanlığıga bo'lgan homiylik munosabati milodiy 11-asrning 40-yillarigacha davomlashdi. Milodiy 981-yili Sung sulalisining xoni Sung Taizong Wang yendi elchi avatib İdiqut Uyghur xanlığıga avatgan. U milodiy 984-yili O'rga qaytib, Turpan İdiqut Uyghur xanlığının zimini janubda Udun, g'arbiy janubda Arab Paris, g'arbda Bulur ve Pamir tog'laridan olqib o'tadi deb ma'lumot bergan edi. Demak, bu ma'lumot Turpan İdiqut Uyghur xanlığı bilan Qaraxanlılar sulalisining homiylik munosabatini ko'rsatdi. Lekin bu jarayonda İdiqut Uyghur xanlığı Qaraxanlılar sulalisiga qarshi davomli kurash qildi. Milodiy 971-yili Xotan Budda tarafdori Yag'la Qalg'ulu nomli xonning bevosita yetakchiligida Qaraxanlılar sulalisiga qarshi keng ko'lamli urush boshlagan chog'da İdiqut Uyghur xanlığı bu fursatdan foydalanib Qaraxanlılar sulalisining sharqiy qantiga hujum qildi. Lekin Qaraxanlılar sulalisining qattiq qarshiligi tufaylidan bu urush 36 yil davomlashdi. Bu jarayonda ikki taraf hozirgi Kucha atrofida qattiq terkishib turdi. Milodiy 1007-yili faqat Yusuf Qodirxon arablarning yordami bilan Xotan va İdiqut Uyg'urlarining hujumini tarmoq qilib, Xotan rayonini uzul-kesil islom diniga e'tiqod qildirib, bu rayonni Qaraxanlılar sulalisining bevosita tabaligiga o'tkazdi. İdiqut Uyghur xanlığı bo'lsa, yana burunqidek homiylik munosabatini saqlab qoldi. Bu chog'da Qaraxanlılar sulalisining ikki qismda taxt talashish kurashlari avj olganligi uchun Qaraxanlılar sulalisi İdiqut Uyghur xanlığıga bo'lgan homiyligini bo'shatdi. İdiqut Uyghur xanlığı bo'lsa, Qaraxanlılar sulalisiga to'laydigan boj siyliqlarini kemaytdi. Hatta ba'zida boj siyliq avatmaydiganmi bo'ldi. Shunga milodiy 1020-yili Kucha Uyg'urlari Qaraxanlılar sulalisiga qarshi isyon ko'tarib, uning ilkidan qutuldi. Demak, milodiy 11-asrning 2-yili Qaraxanlılar sulalisi ichki ziddiyatlar bilan to'lg'anligi. İdiqut Uyghur xanlığımı tədrici onun homiyligidan qutulishga harakat qilganligi ma'lum. Lekin ta milodiy 1042-yili Qaraxanlılar sulalisi ikki xanlıqqa bo'lingichi bo'lgan orliqda ularning Qaraxanlılar sulalisining ilkidan tamamen qutulganligi haqida biror ishonchli material yo'q. Milodiy 1042-yili Qaraxanlılar sulalisi ikki xanlıqqa bo'linib, Qashqa va Balasag'unni poytaxt qilgan sharq qismi Qaraxanlılar, O'zkent shahrini markaz qilgan g'arbiy qismi İlik xanlar deb ataldi. Tarixiy materiallarga asoslanganda İdiqut Uyghur xanlığı dal ana shu chog'dan boshlab Qaraxanlılar sulalisining homiyligidan tamamen qutulib, o'z mustaqilligini asliga keltirgan. Qaraxanlılar sulalisi oldi bilan İlik xanlar tinchitib, ondan İdiqut xanlığını bo'ysundirish siyosatini qo'llanib, milodiy 1058-yili Mahmud Bo'raxon İlik xanlarga qarshi urush qo'zg'ab, g'alaba qilolmay Xo'jand shahrini chegara qilib, urushmaslik shartnomasi tuzdi.
Lekin shu yili u vafot bo'lib, uning o'rniga Harun Bug'raxon Sani taxtga chiqib, Mahmud Bug'raxonning siyosatlariga varislik qilib, oldi bilan Ili daryosini bo'ylab, Ili va Emil daryo vodilariga hujum qildi. Bu joydagi minglab qatorliq qabillarni bo'ysundirib, ularni islom diniga e'tiqod qildirdi. Keynidillah İdiqut rayoniga keng ko'lamlik hujum boshladi. Divan lug'at turkda bayon qilingan ba'zi qo'shoqlarga qaraganda, hozir Harun Bug'raxon Sanining qo'shinlari bir mezgil Qarag'uji shahriga kirib, bu joydagi but burxonlarni ig'ir vayronchilikka uchratganligi. Ammo ular İdiqut Uyg'ur qo'shinlari tarafidan ig'ir mag'lubiyatga uchrab, o'zlarining nihoyat nurg'un jasadlarini tashlab, keyniga qochganligi ma'lum. Ana shuningdan keyin Qaraxonlar sulolasi ta milodiy 1212-yili tamamen ag'dirilgan qadar bo'lgan orliqda İdiqut Uyg'ur xonligiga zodila qo'l tekkizolmagan. Bu xonlik Qaraxonlar sulolasining tahtlaridan tamamen qutulgan. Milodiy 1124-yili hozirgi Sharq Shimol rayonidagi Qitan xonligi Jurjitlar tarafidan yo'q qilingandan keyin Shahzoda Yalluq Tashin qo'shin boshlab Qo'rg'on rayoniga keldi va hozirgi Emil daryo vodisida kengash chaqirib, Qitan xonligini tikilganligini jaka oldi. Shu yili Turpan İdiquti bilan belgi qolgan Yalluq Tashinni Beshbaliq shahriga taklif qilib, uningga 600 at, 100 to'ga, 3000 qo'y taqdim qilib, uning Qaraxonlar sulolasiga qarshi urushini qo'lladi va uning homiyligida bo'lganligini bildirdi. Lekin Yalluq Tashin boshchiligidagi Qidanlar 7 rayoni İli daryo vodilari orqali O'rta Osiyo rayoniga yurish qilib, ilik xonlarni yo'qitib, Qaraxonlar sulolasining Balasag'un shahrini besib oldi ham milodiy 1133-yili kuchlik Qaraqitan xonligini qurdi. Qaraxonlar sulolasiga qarashli Farg'ona vodisi, Issiqko'l, İli daryo vodisi, Shimoliy Tangritog' rayoni qatorliq joylarning hammasi Qaraqitan xonligiga tabi bo'ldi. Qaraxonlar sulolasi Qashqarni markaz qilib, Qaraqitan xonligi bilan 76 yil tirkishib, bu chog'da İdiqut xonligi tamamen Qaraqitan xonligining homiyligida turdi. Qaraqitanlar bo'lsa bir nafar darug'achi darjilik amalda avatib, İdiqut xonligidan boshchilik ilishqilar mas'ul bo'ldi. Bu holat ta milodiy 13-asrning dastlabki yillarigacha davomlashdi. Milodiy 1204-yili hozirgi Mo'ng'ul yayloqlarida kuchaygan Mo'ng'ul qabillalarining boshlig'i Timuchin Unun daryosining vodisida zo'r kengash chaqirib, o'zini Chingizxon olamning qog'oni deb atab, kuchli Mo'ng'ul imperiyasini qurganligini jaka oldi. Milodiy 1209-yili İdiqut Uyg'ur xonligining İdiqut Barchuq Artekin Qaraqidanlarning bu joydagi darug'achini o'ltirib, Mo'ng'ul imperiyasining markazi Qaraqurumga elchi avatib, Chingizxonning homiyligida bo'lganligini bildirdi. Milodiy 1211-yili Barchuq Artekinning o'zimi Qaraqurum shahriga kelib, Chingizxonning dag'dug'liq kutib olishiga muyassar bo'ldi. Chingizxon o'z qizi Oltan Bikani İdiqutga yotliq qildiganligini va uni o'zining 5-o'g'li deb hisoblaydiganligini bildirdi. Lekin İdiqutning asli xotini Oltan Bikani kunlab İdiqut xonligiga yo'llatmadi. İdiqut hesapsız altın, kumush, to'yliq bergan bo'lsa-mu, lekin u uyunish maqsadiga ulgich yetamadi. İdiqut Barchuq Artekinning
qachon vafot bo'lganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Milodiy 1227-yili Chingizxon ilib borgan ikkinchi qitimliq Tang'ut urushidan keyin uning nomi zodila tilga ilinmaydi. Tang'ut urushidan keyin uning o'g'li Tashmoyin Idiqutning nomi ko'proq uchraydi. Lekin Idiqut Barchuq Arttekin davrida Idiqut Uyg'urlari Chingizxonning g'arbga yurish urushlarida nihoyat zo'r rol o'ynagan edi. O'rta Osiyodagi yangi kent, Xorazm, Samarqand, Buxoro va Irondagi Marvi, Nishapur shaharlarini ilishda Idiqut Barchuq Arttekinning bevosita qo'mondonligidagi Uyg'ur qo'shinlari tamoman eng oldingi safda turib jang qildi. Shunlashqa Chingizxon ularni intizomi nihoyat kuchlik, tangdish yo'q bir qo'shin bo'lib bizga nihoyat zo'r to'p qo'shdi degan edi. Buningdan boshqa Idiqut xonlarining qo'mondonlaridan bo'lgan Alabaris yetakchiligidagi Uyg'ur qo'shinlari milodiy 1219-yili Qashqar, Xotan urushlariga qatnashgan. Uyg'ur qo'mondonlaridan bo'lib Temir, Buluq, Kasmari qatorliqlar Chingizxonning qo'mondonlik shtabiga bevosita qatnashgan. Umuman Chingizxonning g'arbga yurishida Idiqut Uyg'urlari nihoyat muhim rol o'ynagan. Milodiy 1227-yili Tang'ut urushidan burun Chingizxon o'ziga qarashli barliq zaminlarni Chuji, Chag'atay, O'ktay va Toni qatorliq 4 o'g'liga taqsim qilib berganda Idiqut Uyg'ur xonligi Mo'ng'ul imperiyasi markaziy hukumatiga qarashli alohida bir rayon qilib bekitilib, Idiqut o'z o'rni, huquqi, siyosiy, iqtisodiy, harbiy tuzumlarini o'z peticha saqlab qoldi. Lekin milodiy 1351-yili taxtga chiqqan Mönke davrida Idiqut Uyg'ur xonligining ba'zi huquqlari va zamin doirasi tartib edildi. Shu yili Mönke qolgan Qo'rg'or rayonidagi Chag'atay, O'ktay avlodlarining bu joydagi hukmronligini ojizlashtirib, o'z huquqini kengaytirish uchun Idiqut Uyg'ur xonligining bir poytaxti Beshbaliq shahrida Beshbaliq ma'muriy divon mahkamasi degan bir ma'muriy apparat qurib, aslida Chag'atay ulusining musulmonlarni boshqaruvchi cho'ng darug'achisi Mahmud Yalovachning o'g'li Maqsud Yalovachni bu mahkamaning boshliq qilib tayinladi. Idiqut bo'lsa Tangritog'ning shimolidagi barliq zaminlarini bu mahkamaning bevosita boshqarishiga o'tkazib berdi. Lekin milodiy 1252-yili Mönke qolgan Turpandagi musulmon Uyg'urlar bilan Budda Uyg'urlarining orasidagi ziddiyat va Idiqut Salindi Tekinning Budda tarafdorlarini qo'llab, musulmonlarni qirg'in qilganligini bahona qilib, Salindi Tekinni o'ltirib, o'rniga uning o'g'li Ugunchi Tekinni Idiqut qilib tayinladi. Bu chog'da Mönke qolgan garchi Idiqut Uyg'ur xonligining varislik tuzumiga hurmat qilgan, uning ba'zi tuzumlarining davomli saqlanishiga yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, lekin amaliyotda uni Beshbaliq ma'muriy divon mahkamasining nazorati ostiga tushirib qo'ygan. Milodiy 1269-yili Mönke o'lib, o'rniga inisi Qublay qolgan taxtga chiqqan va milodiy 1271-yili Qublay qolgan Mo'ng'ul imperiyasining nomini Xitoycha Yuan sulolasi deb o'zgartgandan keyinmi Idiqut Uyg'ur xonligi ilgari keyin bo'lib Beshbaliq Duxu mahkamasi, Beshbaliq va Qorixo'ja nazorat idorasini Beshbaliq qo'mondonlik mahkamasi qatorliq ma'muriy harbiy apparatlarning nazorati ostida turgan. Bu vaqtda Idiqut Uyg'ur xonligi o'zining an'anaviy tuzumlarini ijro qildigan
icra qilgandan boshqa yana Yuan sulolasining bir tutash siyosiy iqtisodiy tuzumlarini ijro qilishga majbur edi. Lekin Yuan sulolasi Idiqut Uyg'ur xonligida ayrim doimiy qo'shin va doimiy amaldorlarni ko'p turg'izmaydi. Idiqut her daim tüzüm bo'yicha o'z xizmatidan Yuan sulolasi markaziy hukumatiga ma'lumot berib turadi. Yuan sulolasi markaziy hukumati o'z amr farmonlarini faqat Idiqut va uning qo'l ostidagi har darajalik amaldorlar orqali yo'lga qo'yadi. Bu chog'da Idiqut sharqda Qumulning sharqi, g'arbda yanılı Kucha'nın g'arbi va shimolda Yalqumtog', janubda Quruqtog' qatorliq joylargacha igrorchilik qiladi. Idiqut Uyg'ur xonligining Yuan sulolasiga bo'lgan munosabati ta milodiy 14-asrning 20-yillarigacha davomlashdi. Milodiy 1220-yili Chag'atay avlodi Isan Buqa o'zini Chag'atay xon deb e'lon qilgandan keyin Idiqut Uyg'ur xonligi yana o'z mustaqilligini asliga keltirdi.